Homiladorlikda bizning bolajonimiz ona qornida nimalar bilan band bo'ladi? 6 haftalikdan 11 haftalikgacha homilaning oshqozoni jadal tezlik bilan shakllanadi va uning kattaligi guruch kattaligida bo'ladi. 11 haftalikdan boshlab homila bachadon devori bo'ylab aylanadi. 9 haftalik homila yengil harakatlar qilib, ona bilan muloqot qilishni xohlaydi. 10% holatda homila uyg'oq bo'lar ekan, 90% holatda homila uxlar ekan. Tug'ilajak homila otasining ovozini yaxshi tanir ekan. Shuning uchun otasi homila bilan ko'proq suhbat qilishi kerak. Asabiylashadigan bo'lsangiz, 7 oylikdan boshlab homila sizning asabiylashganligingizni his qilib, mitti odamcha sizdan xafa bo'lar ekan. Homilaning a'zolari 6 oygacha shakllansa, uning his-tuyg'ulari 6 oydan keyin juda aktiv shaklanar ekan. Hozirda sizning mittivoyingiz nima harakatlar bilan bandligini kommentariyalarda yozib qoldiring.